Aka sizlarda 22 kun ishlab ketganman. 6 million oylik 22 ga bo'lsam 4 million 400 ming chiqyapti. Chiqib ketayotganimda qo'limga 500 ming bergansizlar. 3 million 900 ming haqqim qolgan. Shuni olishga keldim. O'sha paytda kim bilan dagovor qilgansan? Shohsor aka bilan. Qana dagovor qilgansan oylikni? Bir oy ishlab turib olaman deganmisan yoki kunlik beringlar deganmisan? Bir oyda olishga kelishganmiz. Sen 22 kun ishlabsan, bir oy ishlamabsan-ku. G'alati emasmi? 29 kun ishlab, 30-kuni kasal bo'lib kela olmay qolsam, oyligim kuyib ketadimi? Men bilmayman. Shohsivor 15-20 kunda keladi Dubaydan. O'shanda bemalol gaplashib olasan. Aka uylanayotgandim, pul zarur. Siz berib turavering, Shohsivor aka kelsa o'zingiz gaplashib olasiz. Boshima qotirma. Shohsivor kelsa o'zi bilan gaplashasan. O'tgan safar Shohsivor aka bilan gaplashsam, akam bilan gaplash dedi. Siz bilan gaplashsam, Shohsivor bilan gaplash deyapsiz. Sizlar birodar haqqidan qo'rqmaysizlarmi? Men ishlagan haqqimni so'rayapman, qarz so'raganim yo'q. Haq dema menga. Bilasanmi, shariatda ham? Aka, sizlar shariatdan gapirmay qo'yaveringlar. Nima yeysiz, tanladingizmi? Ovqatlari ko'p ekan. Nima tanlashni ham bilmayapman. Ammo joylari rosa chiroyli ekan. Ha, chiroyli joylar. Yangi ochilganda shu to'g'ri ishlaganman shu yerda. Odil aka shu yerdagi xo'jayinlar. Men ko'rishib kelay. Siz narsa tanlab turing. Hop. Ha, ertaga zakazimiz ko'proq. 3 ta qo'y, 2 ta mol so'yasizlar, ha? Assalomu alaykum, aka tuzumsiz? Ha, rahmat. Sherzodjon edingiz, adashmadimmi? Aka to'g'ri topdingiz. Esingizdan chiqmaganim, qarang. Ha, qo'limizda ishlagan xodimlarni esimizdan chiqaramizmi? Nima qilaverasiz? Ha, yaqinda uylandim aka. Keling, Samarqandga aylanishga olib ketyapman. Qulluq bo'lsin, baxtli bo'ling. Rahmat. Sizni bir haftalik oyligingiz bizda qolib ketadi. Bermadi menimcha. Yo'q, aka bergansiz, olganman. Ha, berodimmi? To'xtang, bitta daftar ko'rib qo'yinglar-chi, yuringchi. Noyabrda ishladingiz, Sherzodjon. Ha, mana 2 million so'm oyligingiz qolib ketgan ekan, bermagan ekanmi? Yo'q, aka olganman. Yo'q, bermaganman. Berganimda daftarimdan o'chirib qo'yardim. 2 million. Men oling. Aka xijolat qilmang. Bir haftalik oylik xolos u. Yo'q, unaqa qilmang. Bir kun ishlasangiz bu sizning haqqingiz. Bizni bo'ynimizda qolib ketmashi kerak. Men oling pulni. Aka odam xijolat qildingiz-da. Aka, nima xijolat bo'ladi? Bu sizning haqqingiz u. Siz borib bemalol ovqatlanavering. Men uni o'chirib qo'yaman. Pul olishmadimi? Ha, xo'jayinlari Odil aka olmanglar debdi. Haq dema menga. Bilasanmi, shariatda ham? Aka, sizlar shariatdan gapirmay qo'yaveringlar. Yo'q, unaqa qilmang. Bir kun ishlasangiz bu sizning haqqingiz. Bizni bo'ynimizda qolib ketmashi kerak. Men oling pulni. Har xil odam bor-da.